Zilola ya. Alo. Va alaykum assalom bolam. Voy yana nima bo'ldi? Voy tushganingga 3 oy bo'ldi qizim. Qaynanam bilan erimman, urushib. Menga qara bolam, men senga o'rgatganman. Qaynanangga e'tiborli bo'lib, yaxshi gapir, oyjon qil, masajlar qilib qo'ygan. Men o'rgatganman-ku senga. Oyisiga yaxshi qarasang, o'g'li senga yaxshi bo'ladi, mehribon bo'ladi. O'rgatganman-ku bolajonim. Qilgan aytganimni bo'pti. Mana shu to'ydagi rasmlar chiroyli chiqqan ey. Voy, yana qizim qilyapti-ya. Alo. Ha, nima deysan bolam? Ha, yaxshi. Yangilik, ha. Voy, xo'jayinning yaxshi gaplashyaptilarmisan? Urushmayaptilarmi? Ha, aytdim-ku mana oyijoninglarni ko'ynalariga qarasang, ering senga yaxshi gapiradi dedim. O'rgatuvdim-ku, artist bo'lgin bolam. Oyinglarni ketlaridan qolmagin. Ha, oying bilan yaxshi bo'lsang, hamma ishing bitadi. Ha, uyga kelishingga ruxsat berdilarmi oyinglar? Mana qara ko'rdingmi? 2 oydan beri mana kelmayotganding. Ko'rdingmi, oyinglar aytganlarini qilgin bolam. Xo'p, artist bo'lgan, menga o'xshagan. Bo'pti asal qizim. Xo'p.